Xayrli kech aziz obunachilar. Bugun men sizlarga RoboForex brokerida qanday savdo qilishni, shuningdek, sizga yoqadigan istalgan brokerda qanday savdo qilish mumkinligini tushuntirib beraman. Ammo bu videoda men RoboForex brokeri haqida alohida ko'rsataman. Nima uchun RoboForex? Chunki men bu brokerda anchadan beri savdo qilaman va shaxsan o'zimga yoqadi. Demak, buning uchun eng avvalo, agar sizda o'z hisobingiz bo'lmasa, uni ochishingiz, ya'ni hisob ochishingiz kerak. Shuning uchun RoboForex saytiga kiramiz yoki shunchaki pastga tushasiz. Menda u yerda tavsifda havola bo'ladi, rasmiy saytga havola ko'rsatilgan. Shuning uchun men buni telefonimda aniq ko'rsatyapman. Biz ushbu yashil tor burchakni tanlaymiz, hisobni oching va tizimga kiring. Shu tarzda bizda qo'shimcha menyu ochiladi. Bu yerda o'z ma'lumotlaringizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Yuqorida esa amaldagi email manzilingizni kiritasiz. First name bu sizning ismingiz, last name familiyangiz. Keyin esa amaldagi mobil telefon raqamingizni kiritasiz va IHVT Partners Tode degan bo'lim bor. Ya'ni agar sizni hamkor taklif qilgan bo'lsa, uning hamkorlik kodini shu yerga yozasiz. Ammo agar sizning hamkoringiz bo'lmasa, mening sherik kodimni kiriting. Bu sizga ushbu brokerda qo'shimcha savdo imkoniyatini ochadi. Mana mening hamkorlik kodim shunday ko'rinadi. Men hisob ochmayman, chunki mening hisobim bor. Shuning uchun hozir kabinetimga kiraman va keyingi qadamlarni ko'rsataman. Demak, barcha kerakli ma'lumotlarni kiritganingizdan so'ng, sizning pochtangizga simxabar kelishi kerak. Unda ro'yxatdan o'tganingizni tasdiqlashingiz lozim. Shuning uchun pochtaga o'tamiz. Ro'yxatdan o'tishni tasdiqlaymiz va mos ravishda ro'yxatdan o'tishni tasdiqlaganingizdan so'ng siz RoboForex saytiga o'tasiz. Eng avvalo siz verifikatsiyadan o'tishingiz kerak. Buning uchun yuqorida chap tomonda joylashgan menyuga kirishingiz kerak. Oldimizda shunday ko'k ustun paydo bo'ladi. Profilni tanlaymiz va verifikatsiya bo'limini tanlaymiz. Demak, siz yangi menyuga o'tasiz. Mos ravishda menda bu yerda hammasi verifikatsiya otilgan. Sizga faqatgina email manzilingizni tasdiqlash kerak bo'ladi. Keyin sizda pasport yordamida tasdiqlash bo'ladi va aslida kerakli hujjatlar ro'yxatda ko'rsatiladi. O'zingizga mosini tanlang. Shuningdek, eng oxirgi verifikatsiya bu sizning propiskangiz bo'ladi. Ya'ni siz propiska manzilingizni tasdiqlaysiz va verifikatsiyangiz tasdiqlangandan so'ng hisob ochishingiz kerak bo'ladi. Shunga mos ravishda chap tomondagi menyuga o'tamiz. U yerda ko'k ustun ochiladi. Akkauntni tanlaymiz va yuqoridagi real account, real hisob qatorini tanlaymiz. Keyin sizga haqiqiy hisob, demo hisob yoki bu yerda taqdim etilgan boshqa kerakli variantlarni ochish imkoniyati taklif etiladi. Shuning uchun men sizga haqiqiy hisobni qanday ochishni ko'rsataman. Biz MetaTrader 4 ni tanlaymiz. Bu dastur hammaga allaqachon yaxshi tanish va asosan hammasi juda oddiy. Shuning uchun MetaTrader 4 ga o'tamiz. Keyin hisob turini tanlaymiz. Bu yerda siz ochmoqchi bo'lgan hisob turiga qarab tanlaysiz. Ya'ni dollarli hisob ochasizmi yoki sentli hisob ochasizmi? Aytaylik, sizning budjetingiz $1000 yoki $2000 bo'lsa, siz sent hisobini ochasiz. Shunday qilib, mening misolimda bu yerda hamma narsa sent hisobida ko'rsatilgan. Shuning uchun men miqdor foizini tanlayman. Keyin dollar, yevro yoki oltinni tanlayman. Shunga ko'ra, men dollarni tanlayman. Keyingi qadamda leverage, bu kredit yelkasini 1000 ga 1 qilib tanlaysiz. Pastroqda esa siz hisob ochish uchun parol o'ylab topasiz va uni tasdiqlaysiz. Sizda alohida login va alohida parol bo'ladi. Xo'sh, do'stlar, biz siz bilan RoboForexda ro'yxatdan o'tdik, verifikatsiyadan ham o'tdik. Shuningdek, haqiqiy hisob ochdik va endi mos ravishda birinchi savdolarni amalga oshirish uchun hisobimizga biror summa kiritishimiz kerak. Shunda savdoni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu yerda savdoni boshlash uchun yuqoridan funds va deposit funds, ya'ni hisobimizni to'ldirish bo'limini tanlaymiz. Men ibxonada ko'rsataman. Buning uchun siz App Store'ga kirishingiz kerak. Shunday qilib, biz App Store'ga boramiz, MetaTrader yozamiz. MetaTrader 4. Mana u shunday ko'rinadi. Endi MetaTrader 4 ga kiramiz. Bu yerda bizda demo hisob ochish yoki mavjud hisobni ulash variantlari bor.
Shunga mos ravishda mavjud hisobni ulashni tanlaymiz va sizda qaysi broker bo'lsa, shu yerga yozamiz. Men Roboforex deb yozaman. Shuningdek, qaysi hisob ochganingizni ham unutmang. Agar siz sentli hisob ochgan bo'lsangiz, unda Roboforex percentni topamiz. Agar dollarli hisob bo'lsa, unda Roboforex etini tanlaymiz. Keyin bizdan login kiritish so'raladi. Bu sizning hisob raqamingiz va parolingiz, ya'ni hisob ochganingizda oylab topgan parolingiz. Kirish tugmasini bosamiz. Biz tizimga kirdik va pastda ish paneli bor. Keling, kotirovkalardan boshlaymiz. Kotirovkalarda mavjud valyuta juftliklari ko'rsatilgan. Agar nimadir yetishmasa, istalgan juftlikni qo'shishingiz mumkin. Buning uchun yuqorida o'ng tomonda plus belgisini tanlang. Agar bu forex bo'lsa, forex bo'limiga kiring va taqdim etilganlardan aynan yashil plus belgilarini tanlang. Bajarildi tugmasini bosing. Agar nimadir yoqmasa yoki o'chirmoqchi bo'lsangiz, yana kiramiz. Faqat bu safar chap yuqoridagi qalamchani tanlab, juftliklarni belgilang va o'chirish tugmasini bosing. Endi kotirovkalarga qaytamiz. Keling, istalgan birini tanlaymiz. Masalan, bu evro-dollar bo'lsin. Tanlaymiz va bu yerdan chart grafikni tanlaymiz. Bizda grafik ochiladi. Bu yerda asosiy nimalarni ko'ramiz. Yuqorida chap tomonda agar e'tibor bersangiz, bizda D1 turibdi. Bu time frame'ni 1 daqiqalikdan boshlab oylik time frame'gacha tanlashimiz mumkin. Agar grafikdagi vaziyatni yanada globalroq ko'rmoqchi bo'lsak, uzoqroq time frame'ni bosamiz. Agar nimanidir yaqinroq ko'rmoqchi bo'lsak, mos ravishda kichikroq time frame'ni tanlaymiz. Masalan, 15 yoki keling soatlikni tanlaymiz. Keyin, agar yuqori panelga qarasangiz, birinchi tugma bu plyuscha. Plyuscha oddiygina ko'rish imkonini beradi. Agar taxminan qayerga stop loss qo'yishni ko'rmoqchi bo'lsangiz, shunchaki plyuschani bosasiz va qiymatini ko'rasiz. Olib tashlaymiz. Keyinroq o'ng tomonga bossak, indikatorlar menyusiga kiramiz. Istalgan indikatorni tanlashimiz mumkin. Keling, misol uchun birontasini qo'shamiz va u pastda paydo bo'ladi. Agar sizga qandaydir indikator yoqmasa, bu yerga otasiz va chapga surib, uni o'chirib tashlaysiz. Keyin bizda panel bor. Unda grafiklarda istalgan shakllarni chizishimiz mumkin. Xohlagan obyektni ham qo'shish mumkin. To'g'ri chiziqlar chizish mumkin. Yoki orqaga qaytib, egri chiziqlar ham chizish mumkin. Xullas xohlaganingizcha. Shuningdek, shu menyuga qaytib, ochirib tashlashimiz ham mumkin. Endi esa keling, birga bitim ochamiz. Yuqoridan o'ng tomonda savdo bo'limini tanlaymiz. Yangi oyna ochiladi. Biz ikkita tortburchakni ko'ramiz. U yerda bozor bo'yicha sotish va bozor orqali sotib olish. Sell B-market bu sotish uchun, ya'ni short, pastga pozitsiya ochiladi. Bu B-market esa mos ravishda xarid qilish uchun, ya'ni grafik yuqoriga. Standart holatda bozor narxida bajarish turibdi. Ya'ni agar shu yerda ochsak, bu yerda ham hajmni tanlaymiz. Keling, misol uchun bir lot va sell B-marketni tanlaymiz. Ya'ni bizda bozor narxida bajarish turibdi. Shuning uchun biz hozirning o'zida kechiktirilgan orderlarsiz ochdik. Bitimni qayerda ochganimizni ko'rish uchun pastda savdo bo'limiga o'tamiz va shu yerda bitimni ko'ramiz. Agar biz shu bitimni bir marta bossak, uning ma'lumotlarini ko'ramiz. Lekin bu yerda bizda na take profit, na stop loss qo'yilmagan. Shuning uchun bularni qo'yish uchun bitimni chapga suramiz va qalamcha belgisini tanlaymiz. Mana bu yerda bizda avvalgi oynaga o'xshash oynacha ochiladi. Faqat bu yerda stop loss va take profit ko'rinadi. Keling, yana bir bor orqaga qaytamiz. Bu yerga kiramiz va ko'ramiz. Mana aynan yuqoridagi shu plyuscha belgisini tanlaymiz, qiymatini bilish uchun. Keling, stop loss qo'yamiz. Men hik darajasidan keyin 1.0529 qilib qo'yaman. Keling, savdoga qaytaylik, chapga suring, qalamni tanlang. Yo'qotishni to'xtating.
Demak, bizda 1.059 chiqyapti. O'zgartirish tugmasini bosamiz. Endi ko'ramiz, keling, take profitni qayerga qo'yamiz. Take profitni qo'yamiz. Masalan, bilmayman, keling, mana shu yerga qo'yamiz. Keling, mana shu yerga qo'yamiz. 7 daqiqa 1.049 savdoga otamiz. Chapga suring. 1.049. O'zgartirish tugmasini bosamiz. Hammasi tayyor. Shunga ko'ra bizda foyda olish va zararni to'xtatish bor. Tekshirish uchun bitim ustiga bir marta bosamiz va mana bu yerda chap tomonda ko'rib turibsiz, barcha qiymatlar yozilgan. Shuningdek, biz grafikka ham chiqishimiz mumkin. Bularning barchasini grafikda ham belgilashimiz mumkin. Buning uchun biz stop loss qiymatini eslab qolamiz. Masalan, 1.059. Grafikka o'tamiz. Xo'sh, agar sizga kerak bo'lsa, uni shunday belgilashingiz mumkin. Endi esa keling, birga kechiktirilgan order ochamiz va kotirovkalarga o'tamiz. Faraz qilaylik, bu Eurotat bo'ladi. Shuningdek, tanlaymiz, chefni tanlaymiz. Bizda grafik ochiladi. Ha va kunlikda to'g'rimi ko'ramiz. Keling, kunlikda ko'ramiz. Qiymatlarni tushunishimiz uchun plyuscha belgini tanlaymiz. Menimcha aynan shu qiymatlarda, mana shu yerda, keling, mana shu yerda 1.517. Savdo bo'limini tanlaymiz. Yuqorida bozor bo'yicha bajarilishni sell limitga o'zgartiramiz. Ya'ni kechiktirilgan order 1.517 va uni o'rnatamiz. Endi ko'ramiz. Pastda savdo paneliga chiqamiz va ko'ramizki, bizda Eurotat orderi bir lot bilan kechiktirilgan order sifatida 1.517 narxda turibdi. Shuningdek, chapga surib kirishimiz, o'zgartirishimiz va oldindan stop loss hamda take profitlarni ham xuddi ilgari qilganimizdek darhol belgilashimiz mumkin. Keyin pastki panel bo'ylab o'ngga silsak, tarix bo'limini ko'ramiz. Bu yerda bizda kun, hafta, oy bo'yicha bitimlar tarixi ochiq. Va albatta istalgan davr uchun ham tanlashimiz mumkin. U yerda nazarimda 3 oy muddat beriladi. Endi esa bitimni qanday yopishni ko'rsataman. Buning uchun siz chapga surishingiz kerak, ya'ni yana savdo bo'limiga o'tasiz. Shu valyuta juftligi bo'yicha chapga surasiz va eng chapdagi, pastda joylashgan belgini tanlaysiz. Ha, bizda, ya'ni belgi va butun foydani yopishni ko'rsatadi. $15. Biz $15 fiksatsiya qilishimiz mumkin. Hammasi fiksatsiya qilamiz. Kelishdikmi? Mana shu tarzda men sizga Forex bozorida RoboForex brokeri yordamida va mobil telefonimiz hamda MetaTrader 4 ilovasi orqali qanday savdo qilishni ko'rsatdim. Kanalga obuna bo'ling. Bu yerda ko'plab foydali va qiziqarli ma'lumotlar bo'ladi.